Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Andijon ekonom pechkamiz 1.5 lik 5 metr 6 metrli ikkita xonani bemalol isitadi. Bunga keladigan bo'lsak, oldi orqa o't yonadigan yerlari 4 lik bo'lib, qolgan o't uncha tegmaydigan yerlari 2,5 lik lista bo'ladi. Keyin bir o'zgarish kiritdik. Oldingi pechkalarimiz qirrali bo'lib, balgarkada kesib bukilardi. Hozir tayyor stanoyda bukilyapti. Chak-pak degan narsa yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Balgarka umuman tegmagan. Bu sutkasiga 10 kiloga ko'mir yeydi. O'tin, gaz, ko'mir, gaz bu yoqdan xolasizlar. Bu yoqdan tiqasizlar. Cho'yani bilan turbasi qo'shib beriladi. Akalar, bu narxlarga keladigan bo'lsak, mana qirrali balgarkada kesilgani 1.350.000 so'm. Mana stanoyda bukilgani 50.000 so'm qo'shilib qolgan 1.400.000 so'mga beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Bemalol telefon qila olasizlar.